UFC 322 Maxachev Madalena tarjimalarni tiklaymiz deb yozgandim, demak matbuot anjumani. Anchadan beri Nyu-Yorkda urushni niyat qilib yurganding. Faoliyatingda shu lokatsiyani ham belgilab ketayotganingdan qanchalik xursandsan? Bu eng yaxshi jang haftasi bo'ldi menimcha. Vazn tashlashdagi qiyinchiliklar yo'q. Nyu-Yorkdamiz. Hammasi zo'r. Oxirgi payt yengil toifada vazn tashlashga qiynalayotgan eding. Mana yarim o'rta vaznga o'tding. Endi qandaydir noqulaylik yo'qmi? Komfort tuyg'usi bormi? Ha, Jack bilan yuzma-yuz turganimda biz bir xil gabaritli ekanimiz haqida o'yladim. Va bu vazn uchun kichiklik qilaman deb hisoblamayman. Vaznni ushlab turish dasturiga mas'uliyat bilan yondashdik. Hozir to'liq jangga tayyorman. Avval ham uni Perth shahrida ko'rgandim. Bu safar yaqindan jonli ko'rdim. Shu, ko'zida nima ko'rding deb so'rashadi-yu. Yo'q, bu narsalarga ahamiyat bermadim. Ko'zida shunchaki ko'z ko'rdim. Umid qilamanki, rejamiz ish beradi. Mabodo nimadir noto'g'ri ketsa, biz har qaysi holat uchun qattiq tayyorlandik. Qafasda har narsa bo'lishi mumkin. Hammasiga tayyormiz. Ko'zingdagi ko'kargandan xulosa qilsak, ancha og'ir temp bo'lganga o'xshaydi. To'g'risi, ha, shunday. Eng og'ir yig'inlardan biri bo'ldi. 3 oy avval jarayonni boshladik va barchasi juda ham qiyin kechdi. Yana bir narsa, jang kurashda emas, stoykada kechsa ham bunga tayyorman. Faoliyatimda eng kuchli pancherlar bilan urushganman. Poirier, Volk, Hau takedownlarimdan himoyalanadi. Unda tik holatda urushamiz va baribir yiqitishga urinaman. Bu boks yoki kurash emas, bu MMA. G'alaba qozonsang, ikkita vazn chempioni bo'lgan 11-jangchiga aylanasan. Bundan tashqari g'alabali seriya bo'yicha Anderson Silva rekordini urasan. Agar bularga erishsang, sen tarixda eng zo'rlardan biriga aylanaman deb o'ylaysanmi? Hozir bu haqda o'ylagim kelmayapti. Anderson Silva rekordi xayolimga ham kelmayapti. Bor fokusim Jack Madalenaga qaratilgan. Avval yengil vaznda bunday suhbatlarga chorshanba kuni kuchim qolmasdi. Hozir esa yaxshiman. Dog'istonda ko'chalardan biriga noming berilibdi, shu rostmi? Shunday, Habib tashabbusi bilan uning tumanida bir kichik ko'cha nomlandi. Men unga javob qaytaraman. O'z tumanimda eng katta ko'chaga uning nomini berilishini ta'minlayman. Demak, bu Habibning ishi. Ha, u juda aqlli yigit. Masalan, bizga aytadiki, agar o'sha hududga endi qarab turmasak, yo'llarini asfalt qilmasak, nomimni o'chirtirib yuborar ekan. To'g'risi, bu vaznda qanday jang qilishim o'zimga ham qiziq. Bu tuyg'uni tushunib olmoqchiman. Bir umr juda ko'p vazn tashlab, to'liq tiklana olmasdim. Bu gal boshqacha bo'ldi. Endi natijasini oktagon ichida his qilmoqchiman. Nima o'zgarishini bilish niyatidaman. Oldin ham aytgandim, bu faoliyatimdagi eng og'ir jang bo'ladi. Jiddiy chaqiruv. Plus jang Madison Square Garden'da o'tishi juda ham muhim. Bu qiyinchiliklarga tayyorman. Jack aytdiki, u senga nisbatan aralash jangda zo'rroq va pound for pound reytingidagi joyingni olib qo'ymoqchi. Bunga hech kim ishonmaydi. Ha, uning boksi yaxshi, umuman kuchli, lekin skilllar bo'yicha men yaxshiroqman. 2 karra chempion bo'lish uchun MCGdan zo'r arena yo'q. Keyinchalik Oq uy bo'lar, balki. Lekin hozircha shu manzil. Madalenaning burchagida jiu-jitsu bo'yicha mashhur murabbiy Greg Jones bo'ladi. U dog'istonlik kurashchilarni yaqindan biladi. Uning saviyasi haqida fikring va Jackka yordam bera oladimi? Yaxshi murabbiy, Volkka katta yordam berdi. Yengil vaznni tark etganimdan keyin Kamar Iliya Tapuriyaga o'tib ketdi.
Ha, u yengil vazn chempioniga aylandi. Xo'p, ko'ramiz u yog'iga nima bo'ladi. Men bilan urushmoqchi bo'lsa, vaziyatga qarab ish tutamiz. Bu jang o'tib olsin, harakat qilib ko'ramiz. Chunki barcha bu jangni xohlayapti. O'xshasa amalga oshiramiz. Vazn oshirish ham oson bo'lgani yo'q. Bir oy vaqtim faqat shunga ketdi. Jimda ishladim, mos ravishda ovqatlandim. Umuman ahvolim ancha yaxshi. Oxirgi 2 hafta sparinglarda ham o'zimni juda yaxshi his etdim. Raqiblarim orasida Madalenani kuchli uchlikka qo'yardim. Chunki u chempion. UFC'da bu ko'p narsani anglatadi. Yo'q, gap faqat uning yirikligida emas, u rostdan ham yaxshi jangchi. Bilol bilan va boshqa janglarini ko'rib chiqdim. Hamma tomonlama universal. Albatta, zarbalar bo'yicha u haqiqiy yirtqich. Kurashdan himoyasi yomon emas. Uni yiqitishsa sarosimaga tushmaydi, ishonch bilan tiklanadi. Menda shunchaki bularning hammasi yuqoriroq darajada. Intizorlik bilan jangni kutyapman. Katta chaqiruv, raqib UFC'ning eng zo'r jangchilaridan biri, o'zimni sinamoqchiman. Bilol bilan jangdan keyin uni Islom bilan to'qnashuv oldidan yaxshi tayyorgarlik bo'lganini aytganding. Hozir ham shu fikrdamisan yoki bu ehtiroslar bilan aytilgan fikrmidi? Ha, shunday, u ham kurashchi, 5 raund bosim qilib oldinga boradigan grappler, fikrim o'zgarmadi. Chempionlikdan keyin hech narsa o'zgarmadi. Yangi maqsadlar qo'yib olganman. Chempionlik jangi tugashi bilan Maxachev bilan to'qnashuv niyat qilingandi. Oddiy hayot tarziga qaytib, yangi chaqiruvga tayyorgarlikni boshladim. O'zimga juda ishonaman. Murabbiyim tayyorgarlik va game planga ishonaman. Ha, 5 raundlik jangda unga o'xshash raqib baribir seni parterga tortadi. U kuchlilar bilan bu ishni o'xshata olgan. Albatta, ideal holatda masofani ushlab qolganim yaxshiroq, lekin mabodoga pastdan ko'tarilishga tayyorman. To'liq masofali janglarda baribir 5-raundga kelib barchada pasayish kuzatiladi. Biroq biz oxirgi raundgacha uni charchatib tashlamoqchimiz. Bilol bilan jangdan bu farq qiladi, chunki Islom qaysidir jihatlarda ustunroq, ammo Bilolning ham kuchli taraflari bor edi. Jiddiy yondashamiz. Biz Volk bilan Islom haqida gaplashdik. Jamoa bilan uning fikrlarini tahlil qildik. Kuchli va zaif taraflarini aniqlashtirdik. Yaxshi tadqiqot ishlarini olib bordik. Maxachev bilan yuzma-yuz ko'rishning uning jismoniy holati haqida tasavvurga ega bo'ldingmi? Yo'q, unday narsalar haqida o'ylamadim. Osmon o'par bino tepasida edik. Xayolim shu haqda edi. Tepalikdan qo'rqasanmi? Ha. Ko'p jangchilar seni favorit deb bilyapti. Nimaga deb o'ylaysan? Fikrimcha, jangchilar doim amaldagi chempion imkoniyatlarini yuqori baholashadi.